Aleni hayot uchun juda ham muhim bo'lgan va bu bilan bog'liq kasalliklar juda ham ko'p. Vitamin A bilan bo'yicha gaplashamiz birinchi navbatda. Vitamin A emiz boshqacha nomlari ham bor, ya'ni retinal, retinol va retinoik asid kabi nomlari bor. Funksiyasi antioksidant vazifasini bajaradi, ya'ni hujayralarni turli xil tashqi stresslardan himoya qilib turish vazifasini bajarib berar ekan. Bundan tashqari ular ko'ruv pigmentlarini asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ya'ni ko'ruv pigmentlarini, masalan, tayoqchasimon, ko'rpachasimon hujayralarni hosil qilib berish uchun juda ham muhim. Bundan tashqari hujayralarni normal differensirovka qilishda, ya'ni ayniqsa epitelial hujayralarni bir turdan boshqasiga aylanishda juda muhim ahamiyatga ega. Misol uchun oddiy epitelial hujayralarni pankreatik hujayralarga aylanishda yoki shilliq ishlab chiqaruvchi hujayralarga aylanishda aynan mana shu vitamin A ni vazifasi juda ham katta. Uchaydigan joyi ko'plab, demak, bu ham jigarda zaxiralanadi, inson organizmida jigarda ko'plab uchaydi va bundan tashqari sabzavot, karam, shu kabi mahsulotlarda ko'plab uchaydi. Agarda bemor qizamiq kasalligiga chalingan bo'lsa, aynan mana shu qizamiq kasalligiga chalingan bemorda vitamin A kamayib ketadi. Vitamin A kamayib ketish hisobiga qizamiq kasalligi o'zi yengil prodromal simptomlar bilan ketishi kerak. Burun oqishi, tomon og'rishi, konjuktivitlar, oddiy yengil simptomlar bilan ketib tuzalib ketishi kerak. Lekin ba'zi bemorlarda kasallik og'ir kechadi. Sababi aynan mana shu vitamin A kamayib ketish hisobiga organizmda ularda pnevmoniya, ensefalopatiya va hattoki o'limgacha olib kelishi mumkin. Shuning hisobiga, demak, u qizamiq kasalligiga chalingan bemorlarga vitamin A qo'shimchasi beriladi. Tushunarli. Bundan tashqari bularni oral formasi izotretianin dorisi aknelarni davolash uchun ishlatiladi. Ukrilan. Ya'ni dastlab oddiy antibiotiklar yoki oddiy akneni davolash uchun, agarda akne tuzalavermasa va juda og'ir formasiga o'tib ketadigan bo'lsa, oxir oqibat oral izotretianinga o'tishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari bular, ya'ni vitamin A leykozlarni davolashda ham ishlatiladi, ya'ni o'tkir promiyelositik leykemiyani davolashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu qanday qilib davolaydi, buni mexanizmini haqida qisqacha gaplashib o'tib ketamiz. Yodingizda qolishi uchun qanaqa mexanizm o'tishini bilishinglar kerak. O'tkir promiyelositik leykemiya bu leykositlarni to'liq yetilmay qolish hisobiga kelib chiqadigan kasallik. Asosiy sababi xromosomadagi translokatsiya hisoblanadi. Ya'ni 15-xromosomada joylashgan PML geni va 17-xromosomada joylashgan RAR alfa geni o'rtasida translokatsiya yuzaga keladi. Shuning hisobiga bu ikkalasi birlashib PML RAR alfa genini hosil qilib beradi. Aynan mana shu ikkala fusion gen leykositlar yetilmasligiga olib keladi. Agarda biz vitamin A beradigan bo'lsak, aynan mana shu hosil bo'lgan fusion gen, ya'ni birikma genni ikkiga ajratib yuboradi vitamin A. Shuning hisobiga keyinchalik RAR alfamiz va PML genimiz ham o'zini retseptorlariga ta'sir qilib, leykositlarning normal yetilishini ta'minlab beradi keyinchalik. Shuning hisobiga o'tkir leykozni davolashimiz mumkin ekan. Ya'ni ahamiyati shunchalikki, leykozni davolash uchun ham ishlatiladi. Yetishmovchiligi natijasida qanday holatlar kelib chiqadi? Birinchisi bu night blindness, ya'ni shapko'rlik yoki tunda ko'rmaslik. Keyingisi terisi quruqlashib ketishi yoki boshqacha nom bilan kserozis kutis ham deb ataladi. Bundan tashqari ko'z ham quruqlashib ketishi va bu seroftalmiya ham deb atalgan. Va yuqorida aytganimdek, bular epiteliy hujayralarni differensirovka, normal hujayralarga aylanishda juda muhim ahamiyatga ega. Agarda vitamin A yetishmaydigan bo'lsa,
Demek, epiteliy hujayralari yassi hujayralarga aylanib qoladi, ya'ni metaplaziya kuchayadi. Demak, abnormal hujayralarga aylanib qolishi mumkin. Mana shu abnormal hujayralar to'planib, oxir-oqibat mitoz spotsga sababchi bo'ladi. Mitoz spots degani mitoz tokchalari. Bu qanaqa ko'rinadi? Ya'ni ular konnektivada sovun ko'pigiga o'xshash ko'rinadi. Juda ham muhim klinik belgi hisoblanadi. Savollarda aynan mana shu rasmni o'zini tashlab qo'yishi mumkin. Bundan tashqari yana ko'zning korneal qavati yemirilishga, degeneratsiyaga uchraydi. Bundan tashqari yana immunosupressingga ham sababchi bo'ladi. Ya'ni immunitet tushib ketadi, vitamin A yetishmaydigan bo'lsa. O'tkir toksiklik holati asosiysi bu bo'sh miya ichki bosimining orttirishi yoki cherepnoy davleniyaga sababchi bo'ladi. Bu vitamin A miqdori ortib ketadigan bo'lsa. Sababi aniq o'rganilmagan, lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, miya ichki suyuqligini oqishini demak sekinlashtirishi mumkin. Misol uchun, shuni hisobiga miya ichki bosimi ortadi. Miya ichki bosimi ortgandan keyin bo'sh miyada bosim oshadi, ya'ni intracranial pressure ortadi. Shuni hisobiga miya ichidagi bosim ortgandan keyin ko'ngil aynish, qayt qilishlar kelib chiqadi. Ko'rish xiralashuvi, bosh aylanishi, umuman neurologik simptomlar kelib chiqaveradi. Tushunarli. Xronik toksiklik holatida esa alopetsiya, ya'ni soch to'kilishlari, teri quruqlashib ketishi va jigarda zaharlanish hisobiga bular demak jigarda ham toksiklik keltirib chiqarar ekan. Keyingisi bu enlargement arterial gears. Demak, arterial gear chaqirilgan bundan tashqari va yuqorida aytganimdek, oxir-oqibat idiopatik intracranial hypertension. Dastlab o'tkir toksiklik holatida miyani ichki bosim tezda ko'taradi, ya'ni ko'p miqdorda iste'mol qilgandan keyin birdan miya ichki bosimi ortadi. Ana endi uzoq vaqt davomida kam dozadan ichib yuradigan bo'lsa, idiopatik intracranial hypertensionga ham sababchi bo'ladi. Bu ham yuqoridagi aytgan simptomlarga o'xshab ketadi, faqat bu xronik kasallik. Hech qanaqa sababsiz ham miya ichki bosimi ko'pincha demak davolanmaydigan bo'lsa, doimiy yuqori yuradi. O'tkir toksiklik holatida esa o'sha epizodik, ya'ni ko'p miqdorda iste'mol qilgan paytda miya ichki bosimi ko'tarilib ketadi. Keyingi vitaminimiz bu vitamin B1 vitamini yoki bu tiamin ham deb ataladi. Tiamin organizmda aktiv holatda, ya'ni tiamin pirofosfat ko'rinishda turli xil reaksiyalarda ishtirok etadi. Quyidagi reaksiyalar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni branched chain ketoasid dehidrogenaza, ya'ni shoxlangan zanjirli ketoasid dehidrogenaza fermenti, alfa ketoglyutarat dehidrogenaza fermenti, piruvat dehidrogenaza va transketalaza fermentlarida muhim ahamiyatga ega. Bularning qaysi reaksiyada muhimligini ko'rib chiqamiz. Bizda shoxlangan zanjirli aminokislotalar bor. Aynan mana shu shoxlangan zanjirli aminokislotalar parchalanib, oxir-oqibat Krebs sikliga kirishi kerak. Krebs sikliga kirib, oxirida ATF hosil qilishi zarur. Bu uchun bizga branched chain ketoasid dehidrogenaza juda ham muhim va uni normal ishlab turishi uchun bizga tiamin vitamini B1 kerak bo'ladi. Keyingisi bu piruvat dehidrogenaza, ya'ni buning vazifasi piruvatdan asetil CoA hosil qilib beradi va oxir-oqibat bu asetil CoA ham TCA cycle, ya'ni Krebs siklida ishtirok etadi. Bu piruvat dehidrogenaza fermentini normal ishlab turish uchun bizga tiamin kerak ekan. Keyingisi bu alfa ketoglyutarat dehidrogenaza, ya'ni alfa ketoglyutaratdan suksinil CoA hosil qilib beradi. Ya'ni bu fermentimizni normal ishlab turish uchun ham kerak. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni Krebs sikli uchun juda ham muhim ekan vitamin B1. Bundan tashqari Krebs siklidan tashqari transketalaza fermenti normal ishlashi uchun kerak, ya'ni ATMP shunt yoki pentose phosphate pathway. Faqatgina hozir mana shu ATMP shunt uchun va transketalaza fermenti normal ishlashi uchun vitamin B1 kerakligini biz sizlarga aytadi. Chunki bu
Demak, HMP shart bu alohida mavzu. Batafsil gaplashamiz. Yuqorida ko'rganimizdek, vitamin B1 yetishmaydigan bo'lsa, glyukozani parchalashi buziladi, ya'ni kirish sikli ham to'xtaydi. Bunday qiladigan bo'lsak, shuni hisobiga glyukoza parchalanishi kamaygandan keyin ATF ham kamayib ketadi. Shuni hisobiga organizmda glyukozaga juda ham ehtiyoji yuqori bo'lgan a'zolarda turli xil kasalliklar kelib chiqadi, ayniqsa bosh miya va yurakda. Agarda glyukoza normal parchalanmaydigan bo'lsa, organizmda vitamin B1 kamaygani belgisi. Agarda mana shu odamga tezda glyukoza beradigan bo'lsak, o'zi shundoq ham kamayib turgan, ya'ni bosh miyada o'zi, misol uchun glyukoza bosh miyada bor va u vitamin B1 ishtirokida parchalanib ATF hosil qilib turibdi. O'zi glyukoza bosh miyada yuqori turibdi, vitamin B1 esa kam. Biza bu insonda misol uchun simptomlar bilan kelgan, ya'ni confusion, ya'ni aqliy holati normada emas, ko'z harakatlari buzilgan va hokazo. Shunaqa paytda bu bemorda bosh miyada glyukoza yetishmayapti deb tezda glyukoza beradigan bo'lsak, qonga tushgan glyukoza bosh miyada ishlab turgan vitamin B1 ni ham o'ziga chaqirib oladi. Shuni hisobiga bosh miyadagi vitamin B1 yana ham kamayib ketadi. Shuni hisobiga ATF kamayadi va bosh miya hujayralari energiyasiz qolib zararlanishi mumkin. Ayniqsa bu holat vitamin B1 yetishmovchiligi alkogol ko'p iste'mol qiluvchi insonlarda yoki unchalik rivojlanmagan, resurs kam bo'lgan mamlakatlarda ham ko'proq uchraydi bu vitamin B1 yetishmovchiligi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Xuddi mana shu vitamin B1 yetishmovchiligi bilan kelgan bemorlarga birinchi navbatda vitamin B1 berib, organizmdagi vitamin B1 miqdorini normallashtirib olamiz. Vitamin B1 normallashtirilgandan keyin orqasidan glyukoza beramiz. Vitamin B1 normal bo'lgan hisobiga har qancha glyukoza bersak ham, bosh miya endi bu glyukozani ishlata oladi. Agarda birinchi glyukoza beradigan bo'lsak, bosh miyadagi vitamin B1 kamayib ketadi va ATF ham kamayadi. Shuni hisobiga Wernicke ensefalopatiyasi kelib chiqadi ekan. Wernicke haqida hozir batafsil gaplashamiz. Ana endi biz bu vitamin B1 yetishmovchiligini qanday qilib aniqlab olamiz? Ana endi bizga bu uchun yuqorida ko'rganimiz HMP shanttagi transkitalaza fermenti kerak. Ya'ni aynan eritrotsitlar tarkibidagi transkitalaza fermentini aktivligini o'lchaymiz. Agar o'lchagan paytimiz kam chiqadigan bo'lsa, keyin vitamin B1 berib kelamiz. Va aktivligi oshsa, vitamin B1 dan so'ng bu degani vitamin B1 yetishmovchiligi degan. Shunday qilib diagnoz qo'yib olamiz. Vitamin B1 vitaminni beramiz va ortidan glyukoza beramiz. Savolda so'rab qolishi mumkin. Demak, birinchi glyukozami, birinchi vitamin B1, ya'ni ikkita variant ham bo'ladi. Shunday birinchi navbatda vitamin B1 ni tanlaysiz. Ana endi Wernicke ensefalopatiyasi haqida gaplashamiz. Bosh miyada acute reversible, ya'ni vitamin B1 beradigan bo'lsak, bu kasallik ortga qaytishi mumkin va hayotga xavf soluvchi, ya'ni life-threatening neurologic condition. Simptomlarga nima aytadi? Confusion, ophthalmoplegia. Confusion bu o'tkir neurologik holat bo'lib, hushning buzilishi. Hushning buzilishi, ophthalmoplegia bu ko'z mushaklarining paralitga uchrashi, ya'ni ko'z mushaklari, masalan, o'ng tarafga qarashimiz kerak bo'lsa, o'ng tarafga qaramay qolishi mumkin bemor, yoki yuqori qarash kerak bo'lsa, yuqoriga qaramay qolishi mumkin. Xuddi shu narsani ophthalmoplegia yoki ko'z mushaklarining paralitga uchrashi va nistagmus yoki ko'z olmasining titrab turishi, o'rtada ko'z olmasining titrab turishi, ya'ni nistagmus
va ataksiya, ya'ni muvozanatni tuta olmaslik kabi holatlar bilan kelib chiqadi. Bunday qo'yadigan bo'lsak, korona deb eslab qolsanglar bo'ladi. Mnemonika qilib. Ya'ni bosh harflariga shunaqa mnemonika qilingan. Keyingisi bu Korsakov sindromi. Bu xotira yo'qolishi bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Ko'proq alkogol iste'mol qiluvchilarda vitamin B1 kamayib ketish hisobiga kelib chiqar ekan. Simptomlariga confabulation. Bu degani inson o'zi hayotida bo'lmagan yoki o'zida bo'lmagan ma'lumotni to'kib chiqarish. Misol uchun, u bemor hech qachon Shveysariyada yoki Fransiyada bo'lmagan bo'lsa, o'sha ma'lumotlar miyasida o'zi tarafdan ishlab chiqiladi. Misol uchun, 2 hafta Shveysariyada yurgan, qaysi tog'larga borgan va hokazo shu kabi ma'lumotlar, ya'ni umuman hayotida uchramagan ma'lumotlarni to'kib chiqarish. Ya'ni bu atalab qilinmaydi kimyodir maqtanish uchun yoki boshqa narsa uchun. Aksincha bu shunaqa kasallik, ya'ni umuman hayotida bo'lmagan ma'lumotlarni bosh miyasida xuddi bo'lgandek taassurot uyg'onadi bosh miyasida. Keyingisi bu personality changes, ya'ni burada xulq to'g'rida shaxsiyatda ham turli xil o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin va xotira yo'qolishi permanent, ya'ni doimiy bilan xotira yo'qoladi. O'ziga xos shaxsiy informatsiyalarni ham yo'qotishi mumkin, ya'ni hattoki o'zini ism familiyasi va oila a'zolari qayerda yashashigacha ham esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Bu Korsakov sindromi. Endi Wernicke Korsakov sindromi bu yuqoridagi ikkita ko'p chiqqan kasalligimiz birlashmasi, juda ham og'ir holat. Bu nima natijasida kelib chiqadi, ya'ni bosh miyadagi talamusning medial dorsal yadrosining zararlanishi hisobiga kelib chiqadi. Va bundan tashqari mamellar tanachalar degan qism bor bosh miyada. Shu ikkalasining zararlanishidan, demak, Wernicke Korsakov sindromi kelib chiqar ekan. Keyingisi demak beri kasalligi. Bilamiz, quruq formasi bor va ho'l formasi ham bor. Dry wet beri sindromi kasalligi. Dry formasi bu nervlar zararlaydi. Nervlar zararlangandan keyin o'z-o'zidan muskullarga innervatsiya kelmaydi, shuni hisobiga muskullar ham demak wasting yoki qisqarib ketadi, parchalanib ketaveradi. Vitamin B1 demak normal nerv to'lalarini ishlab turish uchun ham zarur ekan. Keyingisi bu savollarda so'raydigani beri. Ya'ni qanday qilib yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. High output cardiac failure yoki yurakni ko'p miqdorda qon ishlab chiqarishi bilan kechadigan yurak yetishmovchiligi. Bunga sabab nima bo'ladi? Bu uchun yuqoridagi sxemaga murojaat qilishimiz kerak. Yuqorida e'tibor qiladigan bo'lsanglar, piruvat asetil-CoAga o'tish kerak. Agar vitamin B1 yetishmaydigan bo'lsa, asetil-CoAga o'tmaydi va Krebs sikli kamayib ketadi. Ana endi Krebs sikli kamayib ketgandan keyin organizm qayerdandir energiya olishi kerak. Shu payt piruvat boshqa bir yo'lga, ya'ni anaerob metabolizmga yo'naltiriladi. Aynan mana shu anaerob metabolizmga yo'naltirilgandan so'ng organizmda laktat ko'payib ketadi. Bu laktat ko'paygandan keyin qon tomirlarni kengaytiradi. Vasodilation. Qon tomirlar kengayib ketgandan keyin, masalan, misol uchun oldin davrini 120 ga 80 turgan bo'lsa, hozir 90 ga 60 bo'lib qoldi. Qon tomiri kengayib ketish hisobiga. Bu qon tomiri kengayib ketgani hisobiga yurak kompensatsiya qilish kerak. Misol uchun oldin 4 litr qon yetkazib turgan bo'lsa, endi 5 litr qon yetkazish kerak. Ya'ni oldingi qon bosimini 120 ga 80 ga keltirib olish uchun. Bu uchun yurak nima qiladi? O'zidan ko'plab qon ishlab chiqarishni boshlaydi. Ko'p qon qaydaydi
Shuni hisobiga misol uchun 1 yil yoki 2 yil davomida ko'plab organizm qon yetkazib turadi, qon bosimi normal ishlab turadi. Lekin bu doimiy qon tomirlar kengaygan turgani hisobiga yurak oxir-oqibat charchaydi mushaklar. Doimiy katta nagruska bilan ishlash hisobiga yurak oxir-oqibat devorlari kengayib ketadi. Devor kengayib ketgandan keyin yurak oldingida yana qisqarib qonni haydab berolmay qoladi. Xuddi shu narsani high output heart failure yoki ko'p miqdorda qon haydash hisobiga kelib chiqqan yurak yetishmovchiligi deyiladi. Ya'ni vitamin B1 yetishmovchiligi asosan nerv sistemasi va yurakni zararlaydi. Keyingisi vitamin B2. Bundan tashqari ikkinchi nomi bu riboflavin ham deb ataladi. Bular ko'proq redoks reaksiyalar, ya'ni oksidlanish va qaytarish reaksiyalarida ishtirok etadi. Ko'pincha riboflavin, F, FMN kofaktorlar tarkibiga kiradi. Ya'ni mana shu kofaktorlar normal ishlab turishi uchun bizga vitamin B2 kerak ekan. Bundan tashqari yana Krebs sikli tarkibiga kiradigan suksinat dehidrogenaza fermenti normal ishlab turishi uchun vitamin B2 kerak ekan. Endi agarda bu vitamin B2 yetishmaydigan bo'lsa, qanaqa kasalliklar kelib chiqadi? Birinchisi bu xiloz. Xilozis, ya'ni lablarning yallig'lanishi va og'izning ikki burchagidan e'tibor qiladigan bo'lsanglar, fissuralar hosil bo'lishi hisoblanar ekan. Ya'ni og'izning ikki burchagida fissuralar hosil bo'ladi. Keyingisi bu magenta til, magentasimon til yoki ya'ni tili qizil bilan pushti rangni oralig'idagi bir rangga kirib qoladi, shu narsani magenta til deyiladi. Va ko'zning korneal qavatida ko'plab qon tomirlar hosil bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin ekan yetishmovchiligi. Mana ko'rayotganimiz suksinat dehidrogenaza reaksiyasi uchun juda ham muhim. Mana suksinat dehidrogenaza, ya'ni suksinatni shumaratga yetkazib berish uchun bizga demak fat kofaktorimiz kerak. Aynan mana shu fat kofaktorimiz tarkibiga vitamin B2 kirar ekan. Keyingisi bu vitamin B3 yoki niasin nikotinik kislota ham deb ataladi. Bu endi NADP kofaktorlarning tarkibiga kiradi. Bular ham demak oksidlanish qaytarish reaksiyalarida muhim ahamiyatga ega. Turli xil dehidrogenaza fermentlarni ishlab turish uchun kerak ekan. Ya'ni oksidlanish qaytarish reaksiyalarida ahamiyati katta. B3 vitamini hosil bo'lishi uchun bizga triptofan aminokislotasi kerak. Aynan mana shu triptofandan vitamin B3 hosil bo'lishi uchun bizga kofaktor sifatida vitamin B2 va vitamin B6larimiz ishlab beradi. Xohlagan, misol uchun triptofan yoki vitamin B2, vitamin B6 kamayib ketadigan bo'lsa, organizmda vitamin B3 kamayadi. Vitamin B3 ishlatilishi ko'proq dislipidemiyalarda ishlatiladi. Dislipidemiyalarga nima kiradi? Misol uchun metabolik sindrom, organizmda xavfli yog' kislotalarining ko'payib ketishi yoki LDL. Aynan mana shu yog'larning ko'payishi, ya'ni past zichlikka ega bo'lgan lipidlarning ko'payib ketishi organizmda qon tomirlar devorini zararlab qo'yadi. Zararlagandan keyin qon tomir devorida blyashka, ya'ni arterioskleroz hosil bo'lar ekan. Aynan mana shu qondagi LDLni kamaytirib berish uchun bizga vitamin B3 kerak bo'lar ekan. Ya'ni bu xavfli bo'lgan yog'larni kamaytirib, xavfsiz bo'lgan yog'larni, ya'ni HDLni oshirib beradi. Tushunarli. Yetishmovchiligi natijasida bularda ham demak yuqorida aytgandek
ko'pchilik vitamin B guruhi vitaminlariga demak glossit, dermatit, diareya kelib chiqaradi. Ya'ni bunda ham glossit bo'ladi. Ana endi bu kasallik bilamiz, pellagra kasalligi sababchi bo'lib qoladi, nikotin kislota yetishmovchiligi hisobiga. Bu vitamin B3 yetishmovchiligi, ya'ni pellagra kasalligiga bir necha xil patogenezlari bor. Birinchisi bu Hartnach kasalligi va malignant karsinoid sindrom. Ana endi birinchi navbatda Hartnach kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik autosomal resessiv tavsiylanadi. Bunga sabab nima bo'ladi? Ya'ni neytral aminokislotalar, ayniqsa triptofan. Bilamiz, triptofandan vitamin B3 hosil bo'ladi. Aynan mana shu aminokislota yetishmovchiligi normal so'rilmasligi hisobiga, buyrakning proksimal naychalari hisobiga ya'ni PCT proksimal yig'uvchi naychalarda muammo yuzaga kelishi hisobiga bizda neytral aminokislotalar, ayniqsa triptofan yetishmaydi. Nafaqat buyrakda, balki oshqozon ichak sistemasidan ham bu neytral aminokislotalar so'rilmay qoladi. Shuning hisobiga organizmda triptofan kamayib ketadi. Triptofan kamaygandan keyin organizmda niasin, B3 vitamin kamayib ketadi. Bu birinchi holat edi. Ikkinchi holatimiz bu karsinoid sindromi. Karsinoid sindromi esa bu kasallik ichak sistemasidagi onkologik kasallik hisoblanadi. Xullas, ichak sistemasini qaysidir qismida o'sma hujayralari bo'ladi. Aynan mana shu o'sma hujayralari keyinchalik jigarga borib metastaz qiladi. Jigarga kelib o'rnash olgandan keyin bu karsinoid hujayralarimiz o'zidan ko'plab serotonin ishlab chiqaradi. Bu serotonin organizmning turli xil holatlariga, misol uchun ich ketishi, yuz qizarib ketishi, yuraklar bilan zararlash, xullas va hokazo og'ir simptomlarga sababchi bo'ladi. Muhimi, keyinchalik o'tamiz bu kasallik haqida. Aynan bizga mana bu serotonin muhim. Bu serotoninni segressiya qilish uchun bu o'sma hujayralari triptofandan foydalanadi. Demak, triptofanning o'zidan ikki xil mahsulot hosil bo'ladi. Birinchisi bu serotonin, keyingisi niasin, vitamin B3. O'sma hujayralari organizmdagi hamma triptofanni ishlatib tashlaydi. Ya'ni hammasi serotonin tarafga qarab harakatlanadi. B3 vitamin hosil bo'lmaydi. Shuning hisobiga organizmda vitamin B3 kamayib ketadi va pellagra kasalligi kelib chiqar ekan. Bundan tashqari yana izoniazid degan dorimiz bor. Ko'proq tuberkulozda ishlatiladi. Va aynan mana shu izoniazid vitamin B6 ni aktiv formasiga o'tishga qo'ymaydi. Bloklagandan keyin vitamin B6 aktiv holatga tushmaydi. Yuqorida aytganimdek, triptofandan vitamin B3 hosil bo'lish uchun ikki xil vitamin kerak, B6 va B2. Aynan mana shu B6 kamayib ketish hisobiga, izoniazid dorisi hisobiga B3 kamayib ketar ekan. Simptomlarga keladigan bo'lsak, pellagra kasalligini 3ta D deb eslab qolsak bo'ladi. Ya'ni diareya, demensiya, ya'ni aqliy holatda kamayib ketishi va bu demensiya gallyutsinatsiya bilan ketishi mumkin ekan. Ya'ni real bo'lmagan narsalarni ko'zga ko'rinishi, real bo'lmagan narsalarni eshitilishi holat ham, ya'ni og'ir holat bilan, ya'ni psixotik simptomlar bilan ham kechadi. Va bundan tashqari dermatit, asosan bu bo'yin qismini ochadi. Dermatit manifoldsiga. Dermatit aynan bir chegaralangan ko'rinishda uchraydi. Ko'pincha bo'yin qismidagi
ko'rinish bilan kelasi. Bundan tashqari yana bu dermatit qo'l oyoqlarda, ya'ni quyosh tekkan joylarda giperpigmentatsiya bilan, ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, terisi oqarib, xiralashib ketgan giperpigmentatsiya hisobiga. Ana endi bu vitaminni yetishmovchiligi bilan tanishib chiqdik. Shu dermatit dermatit surunkali bo'ladimi yoki allergiya natijasida ham chiqadi. Bu holat allergik holat emas. Aksincha, aynan mana shu vitamin B3 yetishmovchiligi hisobiga quyosh nurlari demak terini giperpigmentatsiya, ya'ni ko'plab pigment to'planish hisobiga qoplanib ketadi. Siz aytayotgan holat, ya'ni allergik holat ham mavjud. Uni kontakt dermatit deydi, ya'ni turli xil o'simliklarga yoki misol uchun parfumeriya mahsulotlariga va hokazolarga nisbatan organizmda demak immunologik jarayon ketadi. Shu immunologik jarayon hisobiga demak teri ham xuddi mana shunga o'xshash bunchalik giperpigmentatsiya bo'lib ketmaydi, lekin terida xuddi mana shunday oqarishlar yuzaga keladi. Ya'ni bu surunkali jarayon desak ham bo'ladi. Birdan yuzaga kelmaydi. Ana endi keyingisi bu vitamin B3da ortiqcha ko'p bo'ladigan bo'lsa organizmda qanday holatlar bilan yuzaga keladi? Ya'ni facial flushing, ya'ni yuz qizarib ketishi. Bunga sabab vitamin B3 prostaglandinlarni organizmda ko'payishiga sababchi bo'ladi. Prostaglandinlar bular demak arxidon kislotadan hosil bo'ladigan mediatorlar hisoblanadi, ya'ni bular qon tomirni kengaytiradi. Qon tomiri kengaygandan keyin o'sha sohadan ko'proq qon oqadi, shuni hisobiga yuzi qizarib ketadi. Aynan mana shu yuzi qizarib ketishi, yuzi qizib ketishini kamaytirish uchun niasindan oldin aspirin ichish kerak. Nima uchun aspirin ichiladi? Sababi aspirin aynan mana shu prostaglandinlar sintezini kamaytirib beradi. Mana demak sikloksiginaza fermentini bloklash hisobiga prostaglandinlar kamayadi. Shu uchun ko'pincha tavsiya etiladi aspirin ichish, niasin ichishdan oldin. Keyingisi bu demak terida qitishlar keltirib chiqarishi mumkin, qonda glyukoza miqdorini ko'paytirishi mumkin va giperurikemiya, ya'ni qonda siydik kislota miqdorini ham ko'paytirishi mumkin ekan, ko'p miqdorda iste'mol qilinsa. Keyingisi vitamin B5 yoki pantotenik kislota. Ya'ni bu koenzim A tarkibiga kiradi. Ya'ni bu ham oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida muhim ahamiyatga ega va aynan mana shu asil guruhini bir moddadan ikkinchisiga o'tkazib berishda hali ko'ramiz. Bu reaksiyalar bilan alohida tanishib chiqamiz. Muhim ahamiyatga ega vitamin B5. Bundan tashqari yana yog' kislotalarini sintez qiluvchi fatty acid synthetase, ya'ni yog' kislotalarini sintez qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi vitamin B5'imiz. Agarda vitamin B5 yetishmaydigan bo'lsa, boshqa B guruhi vitaminlari kabi dermatit va enterit, ya'ni ichak-shilik qavatining yaralanish holatlari bilan ketishi mumkin. Va undan tashqari alopetsiya, ya'ni soch to'kilishlari va adrenal insufficiency, ya'ni buyrak usti bezida yetishmovchilik kelib chiqadi. Buyrak usti bezi yetishmovchiligi nima? Ya'ni buyrak usti bezidan agarda vitamin B5 kamayib ketadigan bo'lsa, kamdan kam uchraydigan holat, lekin aynan mana shu kortizol, aldosteron, testosteron va ham hattoki kamayib ketishi mumkin. Agar vitamin B5 yetishmaydigan bo'lsa, qo'l oyoqlarda burning sensation, ya'ni kuyish hissi, qo'llarda juda ham bir kuchli og'riq bo'ladi va bu kuyish hissi bilan yuzaga kelar ekan, oyoqlarda ko'proq kuchayadi bu. Bundan tashqari oyoqlarda sezishning yo'qolishi yuzaga kelar ekan. Ya'ni oyoqlarda, ko'pincha oyoqlarda kuchayadi bu nevrologik belgilar, ya'ni burning sensation, ya'ni kuyish hissi tuyg'usi va
Oyoqlarda sezgini kamayib ketishi bilan yuzaga keladi.